Mana bu qarang. Amerikadan ochkilarimiz keldi. Mana bu ochkini qarang. Hozirni har xilani parklarda, boshqalarda bunda narsalar qo'yib berishyapti, 3D qilib, har xilani okeanni tegilarini, osmonlarni ko'rsatadigan narsa. Bilasizlar, bu ochki 3D formatda ko'rsatadi, ekrani katta bo'ladi. Hech kimga xalaqit bermasdan uy ichida ham bemalol maza qilib ko'rsangiz bo'ladigan ochki. Qarang, buni mana bunaqa pulchalari bo'ladi. Qo'lingizga shundoq ushlab olasiz. Eng qiziq narsa, qanaqadir bitta kerakli sportni ham bitta yoqib uy ichida shug'ullansangiz ham bo'ladi o'sha sport bilan. Mana shu ikkita pultni qo'lingizga olasiz, o'zi ochkini taqqaningizda shunda o'sha shu ochkini ichiga tushib qolasiz. Vaqti boshqacha tushaynadi. Ani ishdan charchab kelganingizda 15 minut bitta taqib qanaqadir chiroyli prirodani ko'rsangiz, shunaqa maza qilaverasiz, ishoning, men qoyil qoldim. Undan tashqari yo'lda yuruvchilarga, ya'ni masalan chet elga ko'p boradiganlar, mashinada ko'p yuradiganlarga mana bunaqa ochkilarimiz ham kelgan. Bu ochki ham xuddi shunaqa telefonga ulanadi, telefon orqali xohlagan narsalarni ko'rib ketsanglar bo'ladi. Yo'lda, mashinada albatta endi rulda emas, masalan yonida o'tirib, samolyotda ketayotganinglarda shunda taqib olasizlar. Zuvchanalar ham shunda o'zi faqat sizlarga eshitiladi. Hech kimga xalaqit bermaydi. Mana o'zini original bunaqa mikrofonchalari bo'ladi, quloqqa taqadigan. Hech narsa naushniklari bo'ladi. Quloqqa taqadigan hech narsa hech kimga xalaqit bermaysizlar. Maza qilib ko'rib yoki kerakli narsani nima deydi, ishlab ketsanglar bo'ladi. Ikki xil ko'rinishda bor bu ochkingizning. Pro modeli ham bor, yangicha varianti. Ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi-yu, lekin ichida ba'zi bir funksiyalar qo'shilgan. Bu toza amerikanskiy ochkilar. Kimga agar shunaqa original ochkilar kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqsanglar, yana batafsil tushuntirib beramiz. Bizning manzil Sergeli mashina bozor 5-blok 15-do'kon yoki O'zbekiston bo'ylab bu mahsulotlarni yetkazib berish xizmatlari ham bizda mavjud. Hammalarni kutib qolamiz.